Videoni eng qaynoq joylardan boshladim chunki ko'rib turibsiz, shuncha apparatura va mashinalar siz uchun ishlayapti. Ya'ni siz qurilish qilyapsiz, qurilishingizga sizga eng hamyonbop va ishlab chiqaruvchilar tomonidan klines, shag'al, qum, xullas, shibin, nima narsa bo'lsa, sizga mana shunda hammasi bor. Yetgan manzilingizga eng hamyonbop va birinchi qo'l narxlarda yetkazib beriladi. Yokida kelib to'lovini qilasiz, shu yerdan o'zingiz mashinangizni olib chiqib ketsangiz ham bo'ladi. Chunki men nima demoqchiman? Hayotdagi bozorlardan qop-qop qilib olib yokida ko'chada turadigan kamazlar, pitakchilar bor, ulardan olgandan ko'ra sizga eng zo'r taklif. Shu videoni ko'rib qoldingizmi? Bitta saqlanchib qo'ying va narx-navolar haqida qiziqayotgan bo'lsangiz, videoni tagida kommentariyada plus belgisini qoldiring. Sizga hamma narxlarni tanishtirib o'tamiz va mana shu hamma narsalarni siz chegirma narxlarda bemalol xarid qilishingiz mumkin. Sizga men raqamni qoldirdim chunki foydalaning. Sirazi alo va manzilingizga yetkazib beriladi. Nima qilish kerak? Foydalanish kerak. Kuzatib boringlar, menda foydali. Sog' bo'lasizlar.